Hammaga salom, xudo xolasa bugun biza Tovoqsoy va Ozodbosh shasharalariga aylanma yo'l bilan boramiz. Mana gruppa bilan kelib oldik bu yoqqa, sekin narsalarni yig'ib, zapasni oyoq kiyimlarni bu yoqda tashab yo'limizni boshlaymiz. Mana sayohatimizni ham Tovoqsoyga boshlab oldik. Mana bizning gruppa. Agar bilsanglar, naryoqda most bor. Mostdan o'tib mamlakatiga tepadan o'tadigan trapinkasi bor. O'shanda soydan o'tilmaydi. Endi bugungi gruppa ular pastdan o'tishga qaror qilishdi. Endi men ham bu yerda oddiy turist bo'lganim uchun hech nima deya olmayman. Lekin teparoqdan o'tilganda pastdan soydan o'tmas edik. O'tgan yili shunaqa qiluvdik. Oxirigacha umuman soylardan o'tmagan edik. Xudo xolasa biza o'zimizni tashkillashtirganimizda inshaalloh Ozodbosh bilan Tovoqsoy shasharalariga o'shanaqa yo'ldan yuramiz. Oldinlari bo'tdan chiqib ketilinardi tepaga. Hozir esa yangi trap ochilgan ekan, mamlakatga ketilayotgan ekan. Men xato qildim. Bu yerda oxirgi marta 1 yil oldin bo'lganimda bunaqa trapa yo'q bo'lardi. Hozir yangi trap ochilgan ekan. Men uchun ham qiziq, lekin agar soydan kamroq o'tiladigan trapa bo'ladigan bo'lsa, u вообще zo'r unda. Mana qaranglar, gruppamizning gruppa katta. Ancha yashil bo'lib qopti lekin. Yana lekin bor, azgina bor. Bir yog'ingarchilik bir quyib bersa, xudo xolasa bundan ham chiroyliroq bo'ladi inshaalloh. Men Tovoqsoyga 1 yil oldin keluvdim-da, lekin ancha-muncha narsalar o'zgaribdi. Oldinlari mana bu most bor hozirgacha. Mana bunaqa soylardan, ancha soylardan o'tardik. Hozir hamma trapalar o'ngdan ketyapti. Mana bu joy eslayapsizlarmi? Mana bu joyi? Voy, lekin ancha-muncha 1 yilda shuncha o'zgarishlar. Lekin men bunaqasini kutmagan edim. Voy, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Soylardan o'tilmaydi o'sha. Hozir biz Tovoqsoyni 2 ga ajratadigan marshutiga keldik. Mana o'sha joy. Agar sizlar bo'tdan chapga ketsanglar, har xil shasharalarni ko'rasizlar. Lekin sizlar bu yoqdan ketsanglar, juda chiroyli panoramli manzaralarni ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga tavsiyam bo'tdan ketib va bunaqasiga qaytib kelganinglarni juda tavsiya qilaman. Oldinlari bizni mana bo'tdan tog'dan kelib, men bu uycha boraman. Uychadan bunaqasiga o'tardik. Yangi trapa bo'tdan olib boryapti. Lekin вообще zo'r bo'libdi. Juda besh ketdim. Tabiat hali yana bor azgina. Mana bu yo'llar undan ham ko'proq bo'lishi kerak. Hozir Tovoqsoyga birinchi sharasharasiga keldik. Mana o'sha sharshara. Qaranglar. Bunaqa katta emas, lekin chiroyli. Hozir 3 kilometrcha piyoda yurib, Tovoqsoyni ikkinchi sharsharasiga keldik. Mana qaranglar, chiroylimi? 4,5 kilometr piyoda yurib va biza o'sha sharsharaga ham keldik. Endi bu sharsharani oti ko'z yoshlari, Tovoqsoydagi ko'z yoshlari degan sharshara. Buni tegidan ham o'tib, juda panoramli bo'ladi. Xudo xolasa montaj paytida qo'yib beraman. Pastdan olishi esdan chiqib qopti. Mana ham tabiatga qaranglar, nima deyapti. Lekin bo'tga hali bor. Yana примерно adashmasam 2 haftacha yo 3 haftacha turish kerak. O'shanda bu ancha yashil bo'ladi. Agar sizlarda off-road mashinalar bo'ladigan bo'lsa, Tovoqsoyga kelayotganinglarda mana bu yergacha yo'l bor. Mana bu yoqqacha kelasizlar-da, tegidan turib, qolganiga esa piyoda yursanglar bo'ladi. Uncha uzoq bo'lmagan lokatsiya hisoblanadi, lekin bu yoqqa yana ozgincha kutib turish kerak, chunki hali uncha yashil bo'lgani yo'q. Hozir bu chiqqan o'tlar ko'pi qordan erigan bo'lganda. Endi yomg'ir sezoni endi boshlanadi. Bu yo'llar hali ancha go'zal bo'ladi inshaalloh. Mana biz 6 kilometr piyoda yurib va o'sha mashhur Tovoqsoy shasharasiga ham keldik. Mana qaranglar. Endi buni balandligi o'rtacha 60 metr hisoblanadi va bu yerda bemalol mashinalarda ham kelsanglar bo'ladi. Har doimgidek lokatsiya mana GonFood degan Telegram kanalimda bo'ladi. Hozir Tovoqsoy kanyonini aylanib, endi biz sekin Ozodbosh shasharasiga qarab ketyapmiz. Shunaqa gaplar. Tovoqsoy mana bu tarafda, biz bu yerdan aylanib bunaqasiga chiqib kelyapmiz-da. Hozir endi biz nariga tarafga o'tamiz. U yoq taraf endi Ozodbosh. Va biz oxiri o'sha Ozodbosh soyiga ham kelib qoldik. Endi biz mana bu joylardan mamlakatiga keldik. Endi tog'i u burchagidan kirib, nariga burchagidan chiqdik. Lekin bu yerda bitta joyi bor. Mani
vnimaniyam deydimi, o'zbek tilida bilmayman qanaqa bo'ladi. Meni e'tiborimni tortgan. Mana mana shu marshrutda Tovoqsoy bilan Ozodposhsha o'rtasida ko'p odamlar yurmagani uchun umuman musor yo'q. O'shaning uchun iloji boricha to'qqa kelyapsizlarmi, musorni o'zingizlar bilan olib ketinglar. Chunki tabiatni asrashimiz kerak. Hozir botdan bunaqasiga sakrab o'tdik. Endi botdan ketamiz soy bo'ylab. 11:30 piyoda Tovoqsoydan kelib, oxiri 5-Ozodposh sharshirasiga keldik. Mana bu kiraverish, hamma ehtiyoj bo'lish kerak, hamma kamalak ko'rinyapti. Va mana bu manzaraga bitta baho beringlar. Voy, what you? Voy, qaranglar. Wow. 4-sharshara shunda mana tegida, mana shuni pastda shunda tegida. Qaranglar atmosferani, vaqti chiroyli, go'y. Hozir Ozodposhdagi 4-sharsharaga keldik. 11,5 kilometr piyoda yurib Tovoqsoydan. Qaranglar, juda chiroyli. Buni 5-sharshara, buni shunday tepasida. Hozir biz Ozodposhni 3-va eng katta sharsharasiga keldik. Mana Muhammadda pastda Ozodposh 3-sharsharasi. Endi bu yoqqa kelayotganinglarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nimaga Ozodposh unaqa ja populyarni emas? Nimaga? Tushuntiraman. Mana qoyalarni ko'ryapsizlarmi? Katta qoyalarchi, ushlasanglarchi bo'linib ketadi. Bo'linib toshli bo'lib ketib qoladi. Mayda toshliga aylanib ketadi. Men o'tgan yil bu yoqqa kelganimda botdan turib tepaga chiqmoqchi bo'lganman-da, to'g'ri bilan 5-sharsharaga. Lekin chiqa olmaganman. O'shaning uchun bu yerda ehtiyot bo'lasizlar. Lekin pastroqda o'rtancha sharsharasi bor, u ham chiroyli, juda chiroyli, tavsiya beraman. Hozir men sizlarga Ozodposhdagi menga yoqadigan bitta chiroyli sharshara ko'rsataman. Mana o'sha sharshara qaranglar, voydan chiroyliligini. Endi bu sharshara hali borda, yana ozgincha 2 hafta, 3 haftacha borda, chunki bu yoqlar hamma yam-yashil bo'lishiga. Chunki sal hali daraxtlar ham gullamagan, ahamiyat bergan bo'lsanglar. Bu yil bahor sal kechroq keldi-da, lekin men bu yoqqa bahorda kelganimda takoy anaqa bo'ldi. O'tgan yil 2024-yil, men 21-aprelda bu yoqqa kelgan edim-da. Qaranglar, why that what you? Hamma narsani ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham bo'ladi va biz sayohatimizni ham tugatdik. Bugun 21 kilometr yo'l yurdik va trek va lokatsiya har doimgidek Telegram kanalda bo'ladi. Kuzatib boringlar.